Assalamualaikum. Yaxshimsizlar? Men yana Naqaydan nechib oldum. Nega mangdayim deymamsizlar? Bugun baya Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq projektniki bir dokladini ko'rgandim. Unda nima debdi desanglar, butun dunyoninki supply chain'ninki 20% quruq yal yemishlarining hammasi 20% vatnimizdagi nimadan chiqqan bo'lishi mumkin deb boshqa bir report chiqibdi. Majburiy emgakka chetish bo'lishi mumkin deb chiqibdi. Shuni ko'rib, anandan keyin Amerika Uyg'ur Birlashmasidagi bosh raisi xonim bir Xitoylarniki supermarket bozoriga berib, vatnimizdan chiqqan xotinninki chilonlari, quruq yal yemishlarini ko'rib ekandik. Shu qisqa videosini ko'rdim. Shuni ko'rib, men bir Kanadadagi Ottawa shahridagi Xitoylarniki bir nimasiga berib boqay deb TNT deb qo'ydi, Datunpa deb Xitoylarniki cho'ng bir supermarket bor. O'shaga berib, men ko'rib boqay bizning vatnimizdan chiqqan shu quruq yal yemislar. Birdan lampashlar chiqib qoldi. Vatnimizdagi quruq yal yemishlari Kanadadan bor bo'lishi mumkin. Shularni berib ko'rib boqay deb shu yo'lga chiqish. Bir uyimdan bir 7-8 kilometr yiroqda ekan, velosiped berib ko'rib kelay deb. Onu keyingi videomda ko'rsizlar. Ma'u videoda o'zimninki bir o'ylaganlarimni, es qilganlarimni bir so'zlab qoldirib qo'yay deb o'ylab, ya'ni qisqa bir naq maydonda ichib oldim. Video ishlashda videoni ishlab, uni qaytadan chiqarib qilgandan ko'ra manadek naq maydonda bevosita so'zlab qoldirib qo'ysa yaxshi ekan. Shu naq maydondan inkasan yozgan qarindoshlar bo'lsa, maydan ko'rib turman, qarangmasa bo'ladi. O'ylaganlarim nima deysanglar? Necha vaqtdan beri Mehray tugab ketganlik xabar chiqqandan keyin butun dunyodagi hamma faoliyatchilar gulni tutib turib, Mehrayga bo'lgan ta'ziyasini ifodalab başlaq bir to'lqin qo'zg'ab ketdi. Qachonlar Facebookni açsam, Twitterni açsam, gul tutib turgan Mehrayning rasmisi. Shu vaqtlarda men video ishildim. Rasmlarni kirishtirib shuna nurg'un faoliyatchilar qo'shildi u nimaga faoliyatga, ya'ni Mehray Naslar shuniki o'limiga ta'ziya bildirish, vatanimizda bo'layotgan shu zulmninki shundan keyin nurg'un shu to'g'riliq rasmlar, videolar chiqqandan keyin men ishlab shu vaqtlarda anarki nagil bo'lsam, gulni ko'rsamlar Mehray yodimga keladigan bo'lib qolgan. Gülni ko'rsamlar bearam bo'lib, xalqlarniki ishlarniki oldidan o'tgan chog'dimi gullarni ko'rsamlar Mehray yodimga keladi. Yaponiyada o'qib, vatanga qaytiblar, kamplarda hayotidan ayrilgan. Har haftada nimaga borgan bo'lgandan keyin Sayko'ktatdan borgan bo'lgandan keyin Sayko'ktat do'konlarining oldidan bütün gullar. Gulni ko'rsamlar bearam bo'lgan, gulni ko'rsamlar Mehray yodim kelgan shuna bo'lib qolgan. Endi hozir necha kuning yoqana bo'lib qoldim desanglar, tamoq oldimga kelgandan mollan bir xil bearamchilik ichida yeydigan bo'lib qoldim. Men ilgari undaq emasdim. Ko'nglim yerim bo'lsam tamoq yeydim, xo'shal bo'lsam tamoq yeydim. Yaxshi tamoqlarni qilib, YouTube'lardan tamoq materiallarninki bir videolari bor-ku, maxsus qanday yetib turgan to'g'ri. Shu to'g'riliqmi videolarni ko'rib yurib tamoqlarni yetib yetdim. Unda tamoqdan o'zimni tatadigan odam emasdim men. Yaqinning yog'i vatandan chiqayotgan boshliqninki kishilarning o'ylari yemaklik qolmagan, uda quruq cho'plarni yeyotgan, uda quruq qo'shib yangiyo'larni yeyotgan, basaylarni yeyotgan, shunday ocharchilikninki videolarini bak ko'rib ketib, hozir tamoq oldim kelsa, tamoqdan bearam bo'ldim bo'lib qoldim. Canlı obamı bak. Xitoylarniki bugün eli berib baqay yerdan vatnimizdagi quruq yal yemislar mumkin shularni bir ko'rib kelib bir video ishlab baqay deb shayga menga shu yo'lda ozroq qisqa bir video qilib o'ylaganlarimni bir qoldirib qo'yay deb yana naq maydonda cho'g'im. Naq maydonda inkas yasanlar hammasini ko'rib turmanchimi? Shu bugungi o'ylaganlarim shu. Tunigun
vatandan chiqqan shu guvohlik videolari vatandagi ochliq to'g'risida deb bir muncha videolarni yig'ib akab ben bir faoliyatchi bo'lgandan keyin shuni YouTube kanalımda o'ylaganlarimni so'zlab qoldirib qo'yay dedim. Anan lekin o'ylaganlarim shu necha vaqtdan berdiki Mihrayninki o'lib ketishlik oldida so'zlagan bir butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan bir cümle sözü var. Navadi kerak men vatanga qaytib o'lib ketsam bir dasta qizil cho'qliq qabrimning belgisi bo'lsin deydigan bir odamning yurakni titrtadigan bir cümle so'zi. Shu so'zdan keyin butun dunyodagi faoliyatchilar qo'liga guldastlarni ilib Mihrayning rasmini tutib ishlab faoliyatlar bo'lib ketgandan keyin nagil borsam gullarni ko'rsam ko'nglim yerim bo'ldi. Hozir mana necha kun bo'ldi, tomoqdan bearam bo'lgan bo'lib qoldim. Ay, boşuna yaşayotimiz şu. Hem bunundan keyin yana davamlı boşunda bearamchilikla bir faoliyatlar ishlar chiqib qoldi degan shu qandaq ko'pchilikniki boshqa tavsiyalari bormi yo'qmi? Sizlar odatda ko'ngillar bearam bo'lgan chog'da yoki uyni seringan chog'da nima ishlarni qilasizlar? Meniki qildigan ishlarim bu musikaniki ovozini bakrak qo'yib etib uyg'urcha musiqalarni anlasam bu biroz yaxshi bo'ladi. Ondan keyin sirtqa chiqib ko'proq faoliyat qilish, harakat qilish, yugurish, chiniqish degandek. Sizlar qanday qilsizlar, inkaslarni yozib qo'ysanglar yaxshi. Ko'nglingiz yerim qilmoqni. Rahmat. YouTube kanalimı bir xil ko'ngilchilikniki o'zimniki kayfiyatini tanishishninki bir amali, bir usuli deb o'ylayman. Ba'zida uzun ilgirki videolarimni ko'rsam ayron qilmay, mundaq o'ylagan chaqlarim bor ekanda deb o'zimniki videolarimni o'zim ba'zida burunqilarimni tekshirib turmanchi. Qani. Hammasi xotir suhbatga kelib qoldi. Hammasi Kanadadagi hayot deb bir muncha videolarim bor o'shunga o'xshash. Lekin naq maydonda ko'pchilik bilan, ya'ni YouTube oilamdagi boshqa ko'rganlarim bilan ishlab paranglashqash naq maydondagi inkas shakllarida. Bu yaxshi ish. Sizlarniki qanday tavsiyalaringlar bor? İnkaslarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Muajiratdagi hayotda bizniki asosan ijtimoiy hayotimiz to'r dunyosi bilan bo'lgandan keyin bir-birimizniki bir narsani ko'rib, to'rda bo'layotgan faoliyatlarni ko'rib, ijtimoiy hayotimiz shundoq hozir. Amaliyat turmushda bo'lsa hammamiz tanish bilishlarimiz ayrim shaharlarda, davlatlarda degandek. O'zaro social media orqali shundoq qirg'inchilik uchrayotgan bir millatniki muajiratda yashayotgan qarindoshlarimizniki kayfiyatini tanishib vatandagilarning ovoz bo'lamiz deb bakcha qiyliqi nim bo'lib ketibchi. Qachonlar açsaq bir xil odamni mundaq depressing bo'lgandan keyin o'zaro fikrlashib, inkaslarni yozishib, aloqalashib tursak psixika sog'lomligimizga foyda qildi. Shundan qatlat naq maydonda bo'lgan bo'lib qoldim. Tamamen sememi yolumga mağayım üçüncü sözlegen bulay. Atajut Kazakhstan Human Rights USA. Assalamu alaikum. Sizlardan ilgili ben bu bir kişilik özümdeki aslında koşay dep hoşuna bir işlem kılıp yapıyordum. Salam, aleyküm salam. Bugünkü faaliyetim Kanada'daki Xitay süpermarketlerinde özümüzden vatandan çıkan quruq yal yemişler bormi yo'qmi shuni bir tekshirib boqay deb. Bundan ilgari bir video qilgandim. U chaqda nima desanglar, shu yerning atrofidagi bir Walmartga berib, Walmartning ichida paxtani ko'rgan. Paxtada qanday desanglar, bir kevazning tubidan kesiblar, bunimda bir qop sulu xosho deb to'qsinchiga qotdim. Xosho qoplablar, uni gul o'rnida bir dasta gul, ya'ni bütün bir paxta kevazninki tubi shuni ko'rib vatanning oq oltinlari deb shu chog'da bir video chiqargan. Vatanninki mahsulotlari mayada ekan deb. Ham bugun bu Human Rights Watch'ninki, Human Rights Watch deyman, Uyghur Human Rights Project'ninki chiqargan reportida
işte Global Chain'deki 22 saat tarafıdaki şu mallarını gelmesi ve bizim çıkan emige şunun nasıl tüken diyen haberini okudum. Ananıkin Amerika Uyghur Birleşmesi'ndeki reisininki şu kısa videosu mağayan bir kıtım tasir kıldı. Şu sebeplik ben bir körey dedim. Faaliyetim uşunçilik bugünküsü oyluğallarım şu tekrar mihrayını qaytadan bir aslab özümdeki oyluğallarımni, isbotqallarımni sözleş arkalı bir video qalaq, vaqt videosu qalaq deb. Boldam sam uşunçik bolsun. Tahminen 10 minut. Keyinki videoda görüşelimse. Aman bolanglar. Voy.